Avvalambor assalomu alaykum. Mana bu tepada turgan jurnalistlarning videosi hozirgi paytda internetda juda ham keng tarqalyapti. Kimdir aybdor, kimdir aybsiz deyapti. Bularning orasida mana bu bolachani taniyman. Xalq dardi deb chiqardi-yu, juda ham bir shumtaka bola edi. Bu videomiz bular haqida emas. Meni kuzatadigan insonlar bor, menga yaqin insonlar bor. O'sha insonlarga bir nima deydi, o'zimning fikrimni aytmoqchiman. Hurmatli meni kuzatadigan jigarlarim, 4 ta 5 ta qonunni, qoidalarni yodlab olib, nima deydi, ichki ishlarda yoki mana bu tepada turganlarda umuman aqllaring yetmasa siyosatga aralashmaganlaring ma'qul. Siyosatga aralashadigan insonlarning o'zi bor. O'qigan, boshqa qilgan, shu narsaga aqli yetadi, aralashadi. Lekin 4-5 ta qonunni yodlab olib, siyosatga aralashib, ichki ishlar bilan tortishib, yoki kattakon odamlar bilan tortishish bu umuman keragi yo'q narsa. Bu zararga ishlashi mumkin. Sizlarga maslahatim shuki, bilib bilmay siyosatga aralashib, boshlaringga saqqizli yopishtirib olib, boshlaring problemadan chiqmay qolmasin. Shu narsani eslatib qo'ymoqchiman. Jonlaring sog' bo'lsin, addush hurmatdasizlar. Videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, like, podpiska, repost, kommentariy bosib qo'yinglar.